Gunoh Allohning irodasi bilan bo'lsa, nima uchun gunoh qiluvchi jazolanadi? Hech shak shubhasizki, Alloh taolo iroda etuvchi va uning irodasi mukammaldir. Olamdagi har bir ish uning irodasi bilan sodir bo'ladi. Uning irodasida majburlash yo'q. Ya'ni birovning qaysidir ishga majburlash nuqsoni uning irodasiga putur yetkazmaydi. Zero Allohning irodasida kamchiliklar yo'qdir. Deylik, Zayd ismli bir odam Alloh taologa gunoh qilmoqchi bo'lib aroq ichdi. Bu gunoh ishni o'zi xohlab qildi. Xo'sh, endi shu ish Allohning irodasi bilan bo'ldimi yoki irodasidan tashqarimi? Agar bu ish Allohning irodasi bilan bo'ldi desak, unda Alloh gunoh ishni xohlar ekanda deyishlari mumkin. Bordi-yu, yo'q, Alloh azza va jalla bu gunoh ishni xohlamagan. U o'zi gunoh ishga qo'l urib Allohga osiylik qildi. Alloh taolo bu gunohni iroda qilmagan edi desak, unda Alloh iroda qilmaydigan ishlar sodir bo'ladimi degan fikr yuzaga chiqadi. Robbimiz o'z ishlarda hech kimni majburlovchi emasdir. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, gunoh ishlar Allohning irodasisiz bo'ladimi? Agar Allohning irodasi bilan bo'lmasa, unda kishi gunoh ishni qilishga o'zi majbur bo'ladimi? degan chigal savollar paydo bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu savollarning javobi nima? Javob shuki, aziz birodarlarim, inson sodir etadigan ishlar ikki turga bo'linadi. Birinchi turda inson uchun umuman ixtiyor bo'lmaydi. Uni Alloh azza va jalla o'z irodasi bilan joriy etadi va bunda insonda hech qanday ixtiyor bo'lmaydi. Masalan, insonning dunyoga kelishi, vafot etishi, bemorligi, salomatligi, kasallik ortidan yetadigan titrash kabi ishlar Allohning ixtiyoridagi narsalardir. Bu kabi ishlarda bizda ixtiyor bormi? Yo'q. Bunday ishlar faqat Alloh azza va jallaning irodasi bilan bo'ladi. Bunday ishlar juda ko'p. Buni hammangiz yaxshi bilasiz. Bu inson sodir etadigan ishlarning birinchi turidir. Ikkinchi turi esa inson tomonidan sodir bo'ladigan ishlar, ya'ni inson ixtiyori bilan bo'ladigan ishlardir. Bu insonga Alloh azza va jalla tomonidan berilgan ixtiyor malakasi deb nomlangan narsadir. Siz uni iroda va qaror chiqarishga qudrat yetish malakasi deb nomlashingiz ham mumkin. Bunga birgina misol, sizning bu yerga kelishingiz yoki kishining tongda o'z do'koniga savdo qilish uchun borishi. Xuddi shuningdek, gunohlar ham insonning ixtiyoridagi narsalardir. Biz ikkinchi turdagi ishlar haqida gaplashyapmiz. Biz manfaat olayotgan bu xohishni ixtiyor yoki qaror chiqarishga qudrati yetish deb nomlarmiz. Ammo uni kim beradi? Albatta, Alloh beradi. Demak, Alloh meni ixtiyor etuvchi bo'lishimni iroda qildi. U meni tanlovchi bo'lishimni xohladi va tanlash imkonini berdi. Ushbu ixtiyordan toat yo'lida va qaysidir toatni bajarish uchun foydalandim. Endi ushbu toat Allohning irodasiga bog'landimi yoki yo'qmi? Albatta bog'landi. Ixtiyorimning barcha samaralari Allohning irodasi bilan sodir bo'ladi. Shunday ekan, agar o'sha Zayd Alloh bergan ushbu ixtiyorni gunoh yo'lda ishlatsa, borib aroq ichsa yoki zino qilsa, qilgan bu gunoh ishlari Allohning irodasiga kiradimi yoki yo'qmi? Albatta kiradi. Lekin bu qat'iy tarzda albatta shu ishni qilasan degan ma'noda emas. Alloh taolo bandaning ushbu gunohni iroda qilishini hech qachon xohlagan emas. Alloh taolo unga bu irodani berilishini aslo istamagan. Uning o'zi bu irodani gunoh qilishga ishlatdi. Gunoh ham Alloh azza va jallaning irodasiga kiradi. Lekin bu inson, ey Robbim, ushbu gunohni sen iroda qilganing uchun qildim deya oladimi? U, men sening irodang ostiga kirib, majburlikdan ushbu gunohni sodir etdim deya oladimi? Yo'q aslo. U bu gunohni o'z ixtiyori bilan qildi.